Salomlar do'stlar, bu Aleksandr Tkachenko. Ushbu videoda men sizga Royal Holt xizmatida vazifalarni qanday ishga tushirishni ko'rsataman. Bu safar qo'lda tekshirish bilan qo'lda bajariladigan vazifa. Eng oddiy misol, endi biz YouTube kanalimizda izohlar yaratamiz. Shunday qilib, men Royal Holt xizmatida tezkor vazifalarni qanday ishga tushirish bo'yicha oldingi ko'rsatmalarni yozib qo'ydim. Men bu video YouTube reytingida iloji boricha yuqori, ideal holda sarlavhadagi ma'lum bir qidiruv so'rovi bo'yicha birinchi o'rinda bo'lishini istayman. Uni atigi 20 daqiqa oldin joylashtirdim. Ushbu manipulyatsiyalarni darhol bajarish juda muhim. Yana videoni masalan YouTube, TikTok yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarga yuklagan vaqtingizda darhol ishni boshlaysiz. Algoritmlar deyarli hamma joyda bir xil ishlaydi. Qanchalik ko'p to'liq ko'rishlar siz birinchi soatlarda, birinchi sutkalarda olsangiz, qancha ko'p reaksiyalar, izohlar va hokazo bo'lsa, shuncha bu videoning reytingiga ijobiy ta'sir qiladi. Demak, bu video qiziqarli, tizim uni har doim biroz yuqoriroqqa, qidiruvda siz videongizni optimallashtirgan aniq so'rovlar bo'yicha natijalarda ko'tarib beradi. Bu holda Royal Holt uchun optimallashtiraman. Juda oddiy. YouTube havolasini muzlab bu yerga oting. Vazifalar. Barcha vazifalarni ko'rasiz, men tezkor vazifani boshladim. Mintasi bajarilgani aniq. Endi biz vazifa yaratish tugmasini bosamiz va nomini yozamiz. Demak, YouTube'dagi izoh. Men havola qo'shyapman. Vazifa turiga video hosting, YouTube va videoga oidlarini tanlaymiz hamda aniq topshiriq yozyapman. Shunday qilib, men vazifaning o'zi haqida taxminan tavsif yozdim. Videoga kamida 5 so'zdan iborat ijobiy izoh yozishingiz kerak. Agar izohlar bilan shunga o'xshash ish qilmoqchi bo'lsangiz, kamida 5 so'z yoki undan ko'proq yozishni ayting, chunki qisqa izohlar bekorchi gap va hisobga olinmaydi. Yana ko'plab ijtimoiy tarmoqlarning tizimlari bunday qisqa izohlarni jiddiy qabul qilmaydi. Shuning uchun kamida 5 so'z bo'lishi kerak. Shunda bu ancha mazmunli va foydali izoh bo'ladi. Bu yerga va bu holda men Royal Holt kalit so'zdan foydalanib yozdim. Yana mening videom asosiy kalitga moslashtirilgan. Bu Royal Holt xizmatining nomi. Shunga ko'ra, izohlarda Royal Holt kalit so'zi bo'lishini xohlayman deb aytishim mumkin. Shuningdek, mavzuga bog'liq bo'lmagan izohlar qabul qilinmaydi. Yana hammaga bir xil bosh narsani tashlab ketadigan odamlar ham bor, albatta. Agar bu mavzuga mos kelmasa, masalan, Royal Holt haqida yozganimda, kimdir shunchaki qayta-qayta ajoyib video deb qo'yadi. Bunday topshiriqni tabiiy ravishda rad etaman, chunki bu men uchun foydasiz. Shuning uchun buni darhol shu yerda yozyapman. Quyida vazifani tasdiqlash uchun ma'lumotlar keltirilgan. Hammasi. Fikringiz matnini yozing yoki skrinshot yuboring. Keyinchalik, men buni hammaga yoki matritsada faol biznes o'rniga ega bo'lgan har bir kishiga yoki sherik darajasiga ega bo'lganlarga ko'rsata olaman. Xo'sh, bu bosqichda men hozircha hammani olib ketaman. Maqsadga yo'naltirish mamlakat. Xo'sh, men faqat Rossiya, Qozog'iston va Belarus kabi rus tilida so'zlashuvchi davlatlarni tanladim. Aslida shahar, jins, qiziqishlar, kunlik va jami qancha qatl etilishi men uchun ahamiyatga ega emas. Xo'sh, 20 ta olaylik, bu yetarli bo'lishi mumkin. Va kuniga 20 marta. To'liq. Xo'sh, men 10 sent yozaman, menimcha bu yetarli bo'ladi. Xo'sh, aslida shu. Biz vazifa nashr etilganini ko'rmoqdamiz. 20 izoh uchun atigi $2 qoldi. Go'yo u yerdagi hamma narxni o'zi aniqlashga harakat qilishi mumkin. Yana menimcha, agar eng minimal narxni, masalan, 1 sent qilib qo'ysangiz, odamlar bunday arzimas pulga shunchaki hech narsa qilishmaydi deb o'ylayman. Yana siz minimal narxni belgilab ko'rishingiz mumkin. Masalan, hech narsa olmaysiz, narxni oshirasiz, natija chiqadi. Va shu tarzda siz o'zingiz xohlagan topshiriq uchun qancha to'lashni va odamlar qaysi narxda bu topshiriqni bajarishga tayyorligini aniqlab olasiz. Shuning uchun narxlar albatta har xil bo'ladi. Xo'sh, aslida shu. Keyin natijani olamiz va natijaga erishganimizda pul bu yerdan yechib olinadi va biz bajarildi yorligiga o'tamiz. Yana biz qancha tayyor ekanligini ko'rib chiqamiz, bajarildi, yorligiga o'tamiz va shunga mos ravishda bu yerda ijrochilar bizga nima yuborishini ko'ramiz.
Biz tekshiramiz, nimanidir ma'qullaymiz, to'laymiz, nimanidir esa qayta ishlashga yuboramiz. Bu yerda bizda boshlangan qayta ishlash tarix bo'limlari bor. Ya'ni agar bu izoh bizga yoqmasa yoki topshiriq siz xohlagandek bajarilmagan bo'lsa, biz uni qayta ishlashga yuboramiz. Agar biror kishi mutlaqo ahmoq bo'lsa, hamma narsani noto'g'ri qilsa yoki sizni biron bir yo'l bilan aldashga harakat qilsa, siz shunchaki bu odamdan voz kechishingiz mumkin va tamom, sizning pulingiz. Ma'lum bir odam uchun ajratilgan bu vazifaga sarflangan mablag'lar muzlatilmaydi va bu vazifani uni to'g'riroq bajaradigan odam bajaradi. Aslida hammasi shu. Keyingi videoda ko'rishguncha